haydovchilar, mana bizda Nexia 3 rusumli avtomobil yetib keldi. Kraskalari toza, 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Bonusida nomerlari Qo'lqari toza. Buni bo'ladigan narxi qancha? 7400. Kreditgacha? Kreditga $1,500 chiqadi. Yo'q, pro'za Ramazon oyida xalqimiz mazza qilish uchun skidkalar 1400. yo'q, skidka endi ro'za Ramazon xalqimiz qiynaladi. 1300 qilib beraman. Yana tushun. Bo'lsa bo'lsin, $400 bilan chiqarib beramiz xalqimiz uchun. Xalqimiz mazza qilsa bo'ldi. $400 bilan chiqaveradi. Kimga kerak bo'lsa, mana Xorosha radarni tayda xizmat qilsa, shu mashinani suribdi. Salom Salom qismiga o'tadigan bo'lsa,